Bu yil O'zbekiston kasaba uyushmalari harakati tashkil topganiga 120 yil to'ladi. Shu munosabat bilan respublikamiz miqyosida turli ma'naviy ma'rifiy targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Navoiy shahridagi Madaniyat va ma'rifat markazi binosida transport, qurilish va qurilish industriyasi xodimlari kasaba uyushmasi Respublika kengashi qoshidagi xotin-qizlar kengashining sayyor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yurtimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida 30 dan ortiq prezident farmoni va qarorlari hamda hukumat qarorlari qabul qilindi. Sayyor yig'ilishda ana shu huquqiy hujjatlarning mazmuni, ularning mehnat huquqini kafolatlash borasida so'z bordi. Aytilganidek, bugun tarmoq tizimidagi korxona va tashkilotlarda 92354 nafardan ortiq xotin-qizlar mehnat qilmoqda. O'quv muassasalarida esa 35578 nafar talaba bilim olayapti. Respublika miqyosidagi ushbu tadbirda barqaror rivojlanish sohasidagi 5 ta maqsad, gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar xususida batafsil ma'lumot berildi. Nafaqat Markaziy Osiyoda, balki dunyo davlatlariga namuna bo'layotgan kasaba uyushmalarining tizimi haqida gapirib berdik. Aynan xotin-qizlarimizda bo'layotgan savol genderga oid auditning qanday o'tkazilishi, ish o'rinlarida xotin-qizlar va erkaklarga yaratilayotgan sharoitlarda nafaqat qonun hujjatlari, balki amaliyotda nimalarga e'tibor qaratilishi kerakligi va partisipativlik haqida alohida to'xtalib o'tildi. Sababi partisipativlik bu birgalikdagi harakat. Birgalikda qachonki ish beruvchi vakillari hamda xodimlar vakillari ijtimoiy sheriklik asosida to'g'ri yo'naltirilgan siyosatni amalga oshirishar ekan, bu joyda albatta mehnat sharoitlari yanada yaxshiroq bo'lishi va unumdorlikka ko'proq erishilishi imkoniyatlari bo'ladi. Va xotin-qizlarning o'rni qanday bo'lishi kerak? Xotin-qizlarning kelgusida o'zlarini ish o'rinlaridagi sharoitlarida mehnat huquqlari ta'minlanishida nimaga e'tibor qaratishlari juda ham muhimligi tushuntirib berildi. Yana mehnat muhofazasi masalalarida ham to'xtalib o'tdik. Shunday anomal issiq yoki sovuq paytlarda ish qanday tashkil etilishi kerak ish beruvchi tomonidan va ushbu ish beruvchi ishni tashkil etishida kasaba uyushmalari bilan hamkorlikni qanday yo'lga qo'yish kerak? Xodimlarga tushuntirish targ'ibot ishlari qay yo'sinda amalga oshiriladi va xodimlar mana shunday sharoitda o'zlarini qanday tutish kerak va mehnat sharoitlari qanday talablarni qo'yishi mumkin? Bular haqida ham biz batafsil gapirib berdik. Yig'ilish davomida ishtirokchilar tarmoq korxona va tashkilotlarda ayollar uchun yaratilayotgan mehnat sharoitlari, imtiyoz va kafolatlarni taqdim etishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha o'z taklif mulohazalarini bildirishdi. 30 dan ortiq xodimlar, xizmatkorlar ishtirok etmoqda. Seminarda tekrardan gender tengligi, ayol qizlarimizning huquqlarini mehnat sohalarida qo'rg'ov bo'yicha ko'p ma'ruzalar olib borilmoqda. Har bir viloyatdan kelgan ishchilar bilan tanishib, bir-birimiz bilan tajriba almashmoqdamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi transport qurilish tarmog'idan bizning ayol qizlarimizdan ham 7 mingdan ortiq xotin-qizlarning himoyalari mehnat huquqlari qo'rg'almoqda. Gender tengligi tarmoqda da ko'plagan ayol qizlar ulkan жұмыстар olib kelmoqda. Ham 300-500 dan aslam talabalar o'qib o'tir bu kunda. Seminarda qatnashib, bilimga ega bo'ldik. So'larda o'zimizning hududlarimizda da amalga oshirib, targ'ibot ishlarini o'tirib, ellarda yetkazib beramiz degan umidamiz. Tadbir shunchaki yig'ilish emas, ochiq fikr va muloqotlar maydoni bo'ldi. Hududlardan kelgan ishtirokchilar muloqot bahona tajriba almashib, o'z bilimini yanada mustahkamlab oldi. Tadbirga kelib, juda ko'p yangiliklar bilan tanishdim. Ayniqsa ish joylarida xotin-qizlar mehnatini muhofaza qilish, ularni rag'batlantirish kabi ishlarda kasaba uyushmalarining salmoqli hissasi borligidan juda ham xursand bo'ldim. Respublika kasaba uyushmalari harakati, viloyat tarmog'ining hamda o'zimizning ishxonamizning kasaba uyushmalarida biz uchun juda ko'p ko'maklar berilmoqda. Sog'lig'imizni tiklashga, mehnatimizni muhofaza qilishga, ayrim joylarda dam olib kelishga, sanatoriyalarga bizga putovkalar berishda mana shu kasaba uyushmalarining hissasi katta. Mehnatim hamisha taqdirlanib kelayotganligidan hamda kasaba uyushmalarida a'zo ekanligimdan faxrlanaman. Sayyor yig'ilish yakunida Navoiy shahar madaniyat bo'limi folklor jamoasi tomonidan ayollar tinchlikni ulug'lovchi qo'shiqlar, milliy o'lan va laparlar ijro etildi. Mehmonlar ijro etgan raqslar esa davraga yanada fayz kiritdi.